Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ishtirokchilari. Bugungi naq maydon suhbatimiz yuqori fan texnika va Uyg'urlar temasidagi kvant kompyuter haqida bo'ldi. Bu suhbatni Yaponiyadagi Qavuljon Abdurim bilan olib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Qavuljon. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmaga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydondan qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Deganimizdek bu yilni 2025 Uyg'urlar uchun yuqori fan texnika yili qilaman, Uyg'urlarning fan texnika bilimlari bilan oqatman. Mush orqali bizning bir Uyg'ur ziyolilik burchimni millat xizmatini ado qilaman deb izchil mana davomlashtirib kelyapsiz mana 8-yildan qadam qo'yapti hozir. Alloh rozi bo'lsin, bilimingizni texnik ziyoda qilsin. Bu program yo'l qo'yilgandan oyog'i qarindoshlardan yaxshi fikrlarni topshirib oldim. Sizlarga Allohning hurmati va rahmatini bildirib qo'yapti. Endi hozirgi bugungi yangi tema kvant kompyuter haqida bo'ladi. Endi dunyoning yana bir davr kirayotgan vaqtda kompyuter sohasida cho'ng biz xarakterli yangi texnikalar kelish oldida. Xo'sh, hamsa ekran sizda. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Abdurahimov programmasini yaxshi davomlashtirib keladi. Bundan keyin texnikam yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Rahmat, mana ko'plab videolar, medialar chiqqani yaxshi. Chunki bizningki to'plamimizning, ya'ni mujoridlik Uyg'urlarningki madaniyat saviyasi ve başka jihatlardan qaragan vaqtda nurg'un kamchiliklari bor. Shu jihatdan deyotsa, bizning shu hamda media sohasi biroz kuchimiz bo'lmaydigan gap. Universal media qanday urish bo'lsa texnim yaxshi. Shuni yuzini qarab yuzini deb qarayman. Bir mazmun tutib qolsa texnim bo'lmaydi. Endi bizningki men 2025-yilda boshlanishdan burun o'zimga vaziyat qilgan, o'zimga vaziyat qilgan 2025-yilda Uyg'urlar yuqori fan texnika va Uyg'urlarchilik qilaman deb. Bizning hamma yilni qilib baxtiq, madaniyatchilik qilib baxtiq, til bilim qilib baxtiq, u aslash kuni qilib baxtiq. Ish qilib qilmagan kunimiz qanmidi endi. Shuni ham fan texnika bir yillik yuqori fan texnikachilik qilsa bo'lmamdi deb. O'zim bu ishni boshlagandim. O'zimning talab nimasida bu bir yil ichida 2025 oxirlashguncha 60 video ishlab chiqarish. Shu yuqori fan texnika aloqalari munosabatlik deb planlagandim. O'zimning YouTube kanalim bor. Oshnadim chiqardi, chiqardim 60 dan oshdi. Ya'ni demak, men bir yarim yilda chiqarib bo'ldim degan. Çünkü hammamiz qila olamiz degan gap. Men qila olganimni nemislar hammamiz qila olamiz. Sizlar texnim yaxshi qila olasizlar degan gap. Atrofimizga qarindoshlar, yosh o'qiyotgan, oliy maktabda o'qiyotganlar texnim kuchli holatda qila oladi degan gap. Shuni hammamiz o'zimizga talab qo'yaylik. 2025 shuar to'lg'anga Uyg'ur yoziqi, Uyg'ur millati va Uyg'ur tili saqlanib qolmaydi. Uning uchun vaqtda kuchimizning yetishicha, har birimiz qo'limizning yetishicha sababini qilishimiz kerak. Sababini qilib qo'yib turib, uning kendini to'g'risaqmi ulgurimiz degan. Abbet ma'may qilib qopdi. Shu har qaysimiz o'zimizga vazifa qilamiz. Texnik 2025 texnik ketishga 3-4 oy qoldi. Ulgurimiz degan. O'zimning kuchini yetishicha qaysi kasb, siyosat, matematika, adabiyot nima kasb bo'lsa, ashni o'qiyotgan kasbning asosiy bilimlarini video qilib ishlab qo'ysangmi, keyin kunlarni o'tganda u bir xil digital holatda saqlandi. Uning uchun vaqtda keyin biz Uyg'ur sun'iy aqlni yasab chiqqan vaqtimizda bizga nihoyat foydali bo'ladi degan gap. Ham bizdek namrat, boshqalar aranjenimizni berib ketgan bir to'plam uchun unda bir narsa yasashuncha vaqtda nurg'un mablag' ketadi. Uning setorish puli yo'q degan gap. Shuning uchun vaqtda o'zimizning kuchini yetishda hamma narsani digital holatga eklarsak, kitoblarimizni tortib, yezib qolgan narsalarning hammani digital holatga o'tkazishimiz kerak degan gap. Mushuni qilarsak o'sha vaqtda o'zimizningki 2025-yilda men mushuncha kishi qila oldim deb men Uyg'ur tiliga faxrlangandek bunda
natija qo'shdim deb faxrlansang bo'ldi degan gap. Shu vaqt olsanglar uni u yil bu yil qilib qo'yib har yilda 5 qitim vaqirab qo'yganning foydasi yo'q degan gap. Bu shunchaki ishni qilib qo'ysanglar shu eng zo'r g'alaba, eng zo'r xizmat degan gap. Bo'ldi desa shuni qo'rqib qilmaydi. O'zimizning kuchimiz yetishi g'alaba tirishayli harimiz. Buguncha vaqtda mushu yuqori fan texnika narsadagi men so'zlab kelayotgan kvant munosabat, ya'ni kvant kompyuteri haqida bo'ldi. Endi bu kvant kompyuteri degan zaman boshqa bir dunyo kirgizgan gap. Bu kvant kompyuter yana bir boshqa kompyuter bormi degan gap bo'lganda, biz ishlatayotgan kompyuterlarning hammasini klassik kompyuterlar deymiz. Toki kvantum kompyuter chiqqanicha uni kompyuter deydik. O kvantum kompyuter chiqqandan keyin u klassik bo'lib ketdi. Ya'ni klassik deni do'stlar koni degan gap qani. Ashuni qoldi degan gap. Endi bu klassik kompyuter bilan kvantum kompyuterningki qanday munosabati bor? Ya'ni aslida buguncha so'zlagan mazmunlarga mush mazmunlar bo'ldi asosan. Ya'ni kvantum kompyuter uchun bir inqilob, ya'ni kvantum kompyuter degan nima ekan? Kvantum kompyuterning yuragi, kvantum kompyuterning sehrli hasse. Men ma'lumotga tarjim narsalarcha o'zimning tushunchasi va boshqa so'zlagan mazmunlar uchun turibdi. Obrazliq ifoda nima meyada? Kvantum kompyuterning yuragi, sehrli hasse yuragi bormi deb qolmanglar. Xuddi odamning yuragi o'xshash degandek-chi. Il tushundirma bular nima shunday deganligini. Endi kvant hisoblash usuli. Bu nima qanday g'ayzir kuch va deymiz degan. Kvant kompyuterdan odatiy kompyuterning farqi nima? Bundan keyin kelgusi taraqqiyoti qanday bo'ldi? Hozirgi ahvolimiz ne qandaq? Va oxirida xulosa. Bu shaklda bo'ldi davomlichida. Endi kvant kompyuteri degan nima degan vaqtda kvant kompyuterlar odatda xeyli burun barliq kelgan, toki biz bilganimiz shu degan vaqtda 2012 va 2016 yillardan tortib asta-asta bilishga boshladik degan gap. Amaliyotda undan burunlab bu tadqiqotga kirishib ketgan tadqiqotlar biz bilmagan bilan. Hozir bizning bilmayotgan narsalarimiz bilmayotganda. Shu kvant kompyuteri biz bilmagan bilan xeyli burunlab boshlanish bo'lib qolgan degan gap. Endi bu joyda bu men sanoat inqilobini 5-qitimli sanoat inqilobi deb atayman buni. Fan texnika va sanoat inqilobi. Bu sanoat inqilobi har bir qitimli sanoat inqilobi bo'lgan vaqtda, fan texnika sanoat inqilobi bo'lgan vaqtda ma'lum bir davlatlar yo'qoldi, ma'lum bir yangi davlatlar qurildi degan. Shunga o'xshashlar birinchi sanoat inqilobi, ikkinchi qitimli sanoat inqilobini men demisam tarixni o'qiganlar, to'liq o'qiganlar biladi tarixni, o'qib bo'lganlar. Uning keyin masalan bizningki eng nima shu vaqtda bizga munosabatli bo'lgan joyda 5-qitimliq sanoat fan texnika, yuqori fan texnika va sanoat inqilobi. Bu mushu kvantum texnikasi bo'lgan. Ya'ni 2020 dan tortib hisoblashaqmi kirish yilini. Yoki 2030-yilgacha 2050-yilgacha hatto taraqqiy qiladi texa. Uning keyindan 2050 ga borgandan keyin balkim to'xtatishi mumkin degan. Chunki taraqqiy qilib ma'lum bir bosqichga berib bo'ldi. Uni saqlab turish yana bir 50-60 yil ketadi degan. Shuning uchun joyda buni kvantum texnikasi, kvantum mexanikasini joyda, ya'ni kvantum kompyuteri. Kvantum munosabatli narsalarda buni professorlar yosh 6 oylik bolaga o'xshatadi-chi buni. 6 oylik bolani bilasizlarmi? Ashna o'xshaydi. Bu nima degan gap degan vaqtda mushnaga biz yetisha olamiz degan gap. Ya'ni unda jiroqdan qarsak bir poyezd kelib, poyezd turg'iliq degan gap o'shada. Qo'zg'alib o'tirdi, ammo qo'zg'almadi. Biz shu vaqtda ashnaga yetishalamdik degan gap. Balkim yetishamasak eslab olsaqmi bir hisob degan gap, saqlanib qolamiz degan gap endi. Hindistonliklar ustiga chiqib o'tirib olsaqchi. Endi chiqamizaqmi? Endi joyda bizga masala mush fursatni chiqishni tamomladik degan masala. Shu bu bizga kelgan 21-asrda endi qanday? 21-asrdagi eng cho'ng fursat mushu. Mushu tutaldik, bağlımız. Tutamazsak yo'q bo'lamiz degan gap. Manda desam, voy, bizga unda millat yo'qolmaymiz deb po atmayli. Yo'q bo'lamiz degan gap. Chunki bizdan kuchli millatlar barliq keldi, yo'qoldi degan gap. Bizim shu vaqtda har qanday bir narsa barliq keldi, yo'qoldi-ku. Shunga o'xshash. Endi bizning yo'qolishimiz biz bu vaqtda yuz bermasin. Demakchi men maqsadda endi. Biz o'zimizning kuchini yetishib tayyorlab qolsak qani bo'ling.
Şoňa endi kuantum kompýuteri jygyp etgan wagtda kuantum kompýuter nime eken diýen wagtda kuantum mehanikisi prinsiplari asasında işleydigan kompýuter diýip bolýar. Yani kısaca etgan wagtda kuantum kompýuteri kuantum mehanikisi ve kuantum prinsiplari diýip mehanikis asaslarında işleydigan bir kompýuter eken diýip bolýar. Yani bunu diýenden keyin kuantum mehaniksiniň asaslary nime diýen gep çykdy endi. Bunu aldın qıtımlık şu Uyghur çayxanası söhbetim ba. Onun kendi meni özü Kalbil YouTube kanalı ba. Kalbil. Şu Müslüm şädik sınıf Kırgızstana Uygurca dersler menikilen bağı dem buna münasebetlik. Çıkdı. Superposition, onun kendi jogda entanglement diýen. Yani alayda halet we jogda çirmişeş diýendek. Näsläni sözläp bolgan biz. Şu Uyghur çayxanası söhbetim ba. Aşağıdan kirip jogda bularning asaslyk işleş prinsipi muşla diýen gep. Yani alayda halet we çirmiş. Muşu prinsipler asasında işleydigan kompýuterni biz kuantum kompýuteri dep ataýmyz diýen. Endi bu ýerde hazırça şahslarning qulyk tegişi imkanyty ýok diýerlik diýildi. Ýok diýerlik mutlak ýok emas, biz her qanday wagtda ihtimallygyny ba diýmiz. Şu her qanday närseni ihtimal ba dep garaýmyz. Şu ba, emma hazır emas diýen. Hazır tehi bunu yasaş kuantum kompýuter yasaşda intaýyn qıyın ötkenler ba diýen gep. Eň tüwen meselem men 0-den tüwen 270 gradus atrapynda bol diýen gep. Aşynda aledy saklaýardygan wagtynda bu kuantum kompýuter işleýär diýen gep. Bumuz işlemeýär diýen gep. Unda aledy saklaş azrak fizik öňüp bakalla, alamet toluk otur fizikda, mesela alemette okup bakalla bilýär kança nime diýenligini. Şu muşsalady muş prinsipler asasında işleydi bu. Yani meye kalsak şöyle wagtda adetde klassik kompýuterler bit bilen işleydi. Yani bunun degen gep wagtda 0 ýa-ki 1 bulap işleydi degen gep. 0 ýa-ki 1. Ama kuantum kompýuterler wagtda qubit bilen işleydi degen gep. Bu wagtda birli wagtda hem 0 hem 1 bular degen gep. Hem 0 hem birni bir taraf qiladi. Ana buni tushundirish uchun joy vaqtda mayda qarana ma'no. Mush kvant bitler joy vaqtda ana kuantum kompýuterni jirke deb ataymiz degan. Endi bu yerden men klassik kompýuterler bit arqali ishlaydi dedim. Bu joy vaqtda masalan maktab dağınıqlar ketdi bizniki maktab müdürünün bir misal alayım. Maktab müdürü var deyli. Maktab müdürü balla qayıtıp ketgenden keyin o sınıfta maktabdaki sınıflarning tozaliqini tekşirmekçendi. Şu sınıfta bu 30 sınıf var deyli o maktabda. Şundan bu maktab müdürü açıqçını terip çıktı. Hamma bir neçe kirip tekşirip çıktı. En ahırda işxanada kelgen vaqtda açıqçı yok. Şunu açıqçını qalganda qaysi sınıf qalganda dep 30 sınıfga qayıt kiriş meselesi var ya bu adamda. Endi bayatdan biz 0 ýa-ki 1 alady dedik klassik kompýuterlerni. Bunun işleş prinsipi diýen wagtda täpsili bir alady deň gep. Yani bir-birläp alady deň gep. Bu nime diýenlik deň gep? Maktab müdiri her bir nime diýen wagtda sınıfga qayta birden kirip açyqçyny izleýdi. Birinci sınıf kirip qalganda, ikinci sınıf kirip qalganda, üçüncü sınıf kirip qalganda degendek. 30 sınıf bolsa 30-njy sınıf bagıça izleýdi deň gep. Bununla wagt gidedi go ende. Bu bayatdan 0 ýa-ki 1 alady degenini diýen. Endi kuantum kompýuterini işleş prinsipi diýen wagtda bunun aksi deň gep. Yani bayatdan 0 we 1 deň gep. Ay bir sen klassik kompýuter 0 ýa-ki 1 boldy. Mawça diýen wagtda 0 we 1 boldy deň gep. Yani birakly 1 we 0 alaglay deň gep. Bu diýen wagtda bayatdan maktab müdüriniňki her bir sınıf birden kirişiniň aksije bu. Superposition diýen halatny hasyl qılıp 30 sınıfga täňli kirdi deň gep. Täňli kirip açyqçyny çykdy deň gep. Şoňa kuantum kompýuterine klassik kompýuteriniňki eň çoň fark diýen wagtda şeýle wagt farky deň gep. Süret farky deň gep. Dämdi. Anyk ýerde klassik kompýuter birden kirdi deň gep. Onu ýerde her gaýsy birden kirgen wagtdan mana ýerde superposition hasyl qıldy. Alayda hasyl qılıp her 30 sınıfga täňli kirdi deň gep. Bu wagtda bizniki 30 sınıf kirgen wagtymyz bilen her biriga ayrım kirgen wagtynki okşamaydy go. Wagt fark bar deň.
Şoňa ma klassik kompüterlerniki en çoň alaýdykça wagtda wagtçanlyk diýen gep. Ýani wagtyny utudy dep garaýmyz. Bu bir alaýdyk. Yani bu alaýdykça wagtda bunu ýani bu wagtny utudy ýani çöle wagtda hesaplaş söýretini tizleşdirýär diýen gep. Baýatdan başga bir metodika wagt galdyk. Onu gençe bolsa çoň juqur derejede hesaplaşlar bolýan wagtda ulanyň naýat tez hesaplaýarlar diýen gep. Nimiş galýan wagtda awo nime çöle wagtda klassik kompüter wagtda 0 ýa-ki 1 aldy. Yani her bir kadam tertip boýunça meňe şert o kompüter. Klassik kompüter. Amma kuantum kompüter wagtda unda şert ýok diýen gep. Hemme kadamny ortak taňly basa alaýdy diýen gep. Şunu üçin söýret wagtdan utudy diýen gep. Başga alaýdykdan baýat ekan. Onun kençe wagtda kuantum kompüterinki meýerde baýatdylar kuantum kompüterleriki ýürke, ýani qubitlar, qubitlar. Endi bit diýeni adatda klassik kompüterde bit dep atalagyny kuantum kompüter wagtda kuantumninki q nelip qubit dep atagan. Emniyetde ikisi bit. Qubit. Kuantum kompüterinki qubit diýmiz, adatda kompüterinki bit diýmiz. Endi kuantum kompüterinki qubitlar çöle wagtda kuantum kompüteriniň jürek boldy diýen gep. U bolmasa kuantum kompüter işlemedi diýen gep. Yani jürek sokmasa öýledi adam şunu oşel diýen gep. Endi kuantum kompüterlerinki gate'leri bar. Yani derebazlar bar diýen gep. Meselem klassik kompüterler çöle wagtda and or diýilýän alaýdy we bilen we ýa-ki diýendekden alaýdy go endi. Şunu aşla klassik kompüteriň gate'leri diýen gep endi. Aşla. Yani kuantum kompüterlerine çöle wagtda bularnyň özüniň aýrym gate'leri bar diýen gep. Yani bu gate derebaz diýen gep. Derebaz dep düşünsek boldy diýen gep. Yani bu çöle wagtda kuantum kompüteri kuant derebazy çöle kuantum kompüterininki bitlerini başga alaýdy kural diýen gep. Yani aş bitlerninki kanda işleşini kontrol kılıp dur diýen gep. Ma ýola kirip manda işle diýenini başgurdygan gate'lar diýen gep. Yani gate'lar belgilep durdy. Kuantum bitler çöle ýoksa şu belgilep baga ýönüşden işleýär diýen gep. Bu hudalyk bir şirket işleýän adam bar. Şirketiniň hojaýyny gate goýjasy okşasak boldy. Ýa-ni düşünüşsin däp mene. Gate okşasak, şirket hizmetçiler çö hojaýyn nimeni körsetse, özüniň hizmetçiler özüniň ykdydaryga bekip şu işni kılıp diýen gep. Ykdydaryny aşa jary kıldyr diýen gep. Şunu okşaşlar. O gate'lar ýoluny belgilep durdy. Qubitlar çöle şunu okşasan işleýär diýen gep. Şoňa çöle wagtda bu men nimeni kuant derebasyny kuantum gate'lerini çöle wagtda adatda Musanyň hasy degende sirlik asyga okşup gaýrym ede. Hem çöle wagtda kuantum kompüteriň gate'ler çöle wagtda bu unda addy emas, nurgun nimeler bar diýen gep. Endi ýene bir çöle wagtda bu uçuk. Bunun diýen gep wagtda bu taraq kılýardy. Endi bizning çöle wagtda uýgurlardan çöle wagtda ma'lum bir aşy okup atgan qarindaşlar çykyp kalsa, bir ikisi çykyp kalsymy, şu kuantum kompüter sahasynda okup kalsa, bu kuantum gate'lerini ýasaş diýmiş çöle wagtda algoritmni çöle wagtda kıla alaýdy diýen gep. Kılıç pürüstü bar diýen gep. Başga algoritmdan ýasaş pürüstü bar endi. Hem çöle wagtda adatda kompüterniki misal alsak, bir çyragyň wikio çatyldy diýip goý bätin. Yani takaş iç bulduk endi. Yak taka diýmez, takaş iç diýendik. Endi bunun çöle wagtda wikio çatylyny iki xil ihtimallar bar go. Ya özü sen, ýa-ço ulay sen diýen, çat sen diýen. Hem çöle wagtda bu adatda kompüteriň derebasy aşy. Ya diýen gep, ýa-ki diýen gep. Endi kuantum kompüter çöle wagtda wikio çatylyny birakly garaýsyz hem ulalyk hem çetallyk aletde boldy diýen gep meýerde. Oşa aşy baýatdan baş diýen superposition aldy şu diýen gep. Hem çetallyk hem ulalyk aletde birakly kontrol birla haletde bir alet turaly diýen gep. Bu çörekde fakat iki xil alet kelemese, meýerde fakat iki xil alet go. Ya kat ýa-ki öz diýendek. Hem çörekde bu iki xil aletden taň mevcut bolup durýar. Bu iki xilden köp bolsa bolmamdy diýen gep. Bolady. İki xilden köp bolsa ýana okşaş boldy diýen gep. Nurgun aletlerini taň aletde barabar aletde saklap turaly diýen gep. Mesela meýerdeki Hadamard derebasy diýen. Hadamard
Hadmard gate deymiz endi. Hadmard gate. Bu ço'lga vaqtda bayatdan biz shu superpositionni hosil qilgan kod degan gap bu yerdagi. Ya'ni darvoza bo'lgan. Mushning ço'lga vaqtda bir qubitni yoki bir qubit yoki 2 qubit yoki 3 qubit vaqtda mushning kirgizgan holat kirgizgan vaqtimiz vaqtda chiqqan vaqtda superposition holatda chiqadi degan gap. Ya'ni ishlashga tayyorman degandek chiqadi degan gap. Bu tayyorlik degan gap. Qolgan ço'lga vaqtda ishlash mashg'ulotini yuklaymiz degan gap bunaqa. Endi buni ço'lga vaqtda sehrli xuddi bir aloqasi sehrli kaltakka o'xshaydi mana sehrli qilsa o'xshaydiki. O da kvant bitdan darajani tashqari qo'ydi. Agar uni tengi pul solishtirsangiz uni 5 yil orqa sarf bo'ldi endi bir tengi pulniki. Ayni vaqtda atqa vaqtingizda toki siz tutquchi bo'lgan orliq cho'lga vaqtda ana odatda nima bo'lsa mush qulam qanday tushdi deymiz. Qanday tushdi desa yoki o'ng tushdi yoki ta'tir tushdi yoki bosh taraf tushdi yoki bosh yo'q tushdi deymiz endi. Ammo quantum kompyuter degan vaqtda har ikkisi tushdi deb qaraydi gap. Ham bosh va taraf tushdi, ham bosh yo'q taraf tushdi deydi. Endi mush sirliq natijada vaqtda quantum kompyuter ba'zi masalalarni hal qilishga nihoyat moyir bo'ldi degan. Masalan, hozirgi bizningki kodlarimiz nimalar bor degan. Masalan, buniki so'zlim yo'qmi? Hozir bizningki klassik shifrlashtirish bor degan. Masalan, biz ishlatayotgan shifrlash sistemalar cho'lga vaqtda RSA degan shifrlash sistemasi degan. Agar cho'lga vaqtda mushu taraqqi qilib cho'lga vaqtda mush quantum kompyuteri u nimalarningki shifrlash sistemasining cho'lga buzilib ketish ehtimolligi yuqori degan. Shuning cho'lga vaqtda hozir shirkatlar bularmi banklar, cho'ng banklar har qanday bir cho'ng bankininki qarasangiz mush quantum kompyuter tadqiqotxonasi bor degan gap, qurilib bo'ldi degan gap. Chunki bular hozir klassik shifrlashtirish cho'lga vaqtda muddatdan burun quantum shifrlashtirish o'tkazilmasa, agar boshqa uni muddatdan burun quantum kompyuterni shifrlashtirishni o'tkazish cho'lga vaqtda uning u banklar vayron bo'ldi degan gap. Masalan, bu yerda har xil algoritm bor. Bu quantum kompyuterningki haqiqiy go'zallik shu ekan, algoritmlarni ishlatgan bo'ldi. Har xil algoritmlarni ishlatgan bo'ldi. Ya'ni alohida algoritmlarni va boshqa algoritmlarni ishlatgan bo'ldi. Bu yerda bu joyda bizga bir fursat degan gap miyada. Ya'ni bizga deganimiz o'rgangichlar, bundan keyin o'rgangichlarga bir uch darvoza degan gapda. Chunki hozir taraqqiy qilyotdi. Siz algoritmni yasalsangiz cho'lga vaqtda, qurolsangiz cho'lga vaqtda hatto shur algoritmi va Gloring algoritm degan algoritmlar bor degan. Bu yerda shur algoritmda yo'lsa ko'paytirishlarni bo'lish parchlash degan. Ya'ni bu shur algoritmni maxsus shu RSA-ni parchalaydi, ya'ni buzuydi deb qaradi. Shifrlashtirishni buzuydi. Hozir klassik shifrlashtirishni buzuydi deb qaradi degan. Bu yerda Gloring algoritm degan joyda bayatdan izlash bor-ku. Bizninkilar 30 sinfga maktab mudiriniki kirib izlashi degandek. Izlashni cho'lga eng yuqori suratda tep chiqish algoritm degan gap, ya'ni koda degan gap, endi. Bumi bizga bir uch manbalik darvoza qo'yilgan endi. Endi shu algoritmda yo'qsa cho'ng sonliqlarni hisoblashda intayin foydali. Masalan, deyli 15. 15 degan odatda nechining ko'paytmasi. Buni men deysam bilsam, birinchisi 1 bilan 15 deb biladi. Uning uchun 3 dan 15, 3 dan 5 ning degan gap. Ikkisiniki ko'paytmasi degan gap. Endi cho'lga vaqtda bu yerdagi cho'ng sonliq ma'lumotlar hozirgi 15 o'siga munda topa olgan gap. Ma 5-6 xonni qulab ketsin. Biz topa oldik uni, kompyuter topadi degan gapni. Biz topamaymiz degan gap. Uning keyin bu texadimi cho'nglab ketsin. Degan gap. Meyada tepish masalasi bu ko'paytishni ajratish masalasi emas. Ko'paytishni ajratadi. Ajratgandan keyin cho'lga vaqtda o'zidan boshqa bo'lgich bo'lmagan ko'paytishni ajratadi degan gap meyada. Masalan, mana 15 ni degan vaqtda 1 15 desak 15 yana bu ko'paytishlar bormi? Bor. Ya'ni 5 dan 3 bor degan gap. Ammo 3 dan 5 bo'lg'acha 3 ning o'zidan boshqa bir bo'lgich bormi? Yo'q degan gap. 5 ning-chi uning yo'q degan gap. Faqat o'zidan bor degan gap. Mushunda holatga ajratadi degan gap. Bu holatga ajratish yo'qda nihoyat tez holatda bajaradi deb qila oladi degan gap. Endi bu
Shuncha vaqtda hozir kvantum shifrlashtirish arraysini cho'da vaqtda buzib ketish, kelgusida buzilib ketishi mumkin deb qaradi. Ammo bu arraysi unda ojiz emas, nihoyat kuchli shifrlashtirish sistemasi degan. Ehtimollik bormi degan vaqtda bor, xatar bor degan. Chunki ko'ringan tog' Iroq emas deymiz-ku biz. Shunday buning ehtimollik bor degan. Shu buning cho'da vaqtda tayyorlik qiladi degan. Yani kuantum kompüter çalışsa, şu kuantum hesaplash taraqqiy qilgan bo'lsa, yangi shifrlashtirish usullarini tadqiq qilish zarur deb. Shunga hozir banklar har qanday bir cho'ng bankga qarasanglar, kuantum tadqiqot markazi, kuantum tadqiqot ishxonasi qurilib bo'ldi degan. Endi Grovening algoritmi, bu yerdagi misol uchun ikki algoritm dedim. Men odatda jiq algoritmdan bor. Hadi ikkisidan bormi deb. Mayli endi. Masalan, zo'r miqdorda sonliq ma'lumotlar ichida ma'lum bir sonliq ma'lumotni tepishda buni Grovening algoritmini ishlatiladi. Endi nima uchun degan vaqtda klassik kompyuterning izdishi bayatga o'xshash degan. Tartib bo'yicha izlab mana degan. Masalan, mana bu vaqtda 1dan tortib 60 bo'lgan sonning ichida mana 17 ni tepa. Masalan, 1dan 1, 2 har bir qadamni bosmang degan. Ammo kuantum kompüter yoqda 60ni 60 tang bo'lib degan. Yani superpositionality hosil qiladi, aşağıda birdamda topadi degan. 17ni deb chiqaradi degan. Endi kuantum kompüter odatiy kompüterniki masalalarni hal qilish har qaysining o'zining ortiqchiligi va kamchiligi bor degan. Masalan, klassik kompüterlarda video ko'ra olamiz, so'zlasha olamiz, Facebook acha olamiz degan. Ammo kuantum kompüterda unday ishni qilmaymiz degan. Faqat biz kodimizni kirgizamiz, buni bizningki kuantum mashina o'rganish darsi qatnashgan bolalar o'rganadi buni. Eng oxirgi 2 haftada biz shu maxsus kuantum kompüterninkini yozgan kodlarimizni, o'zimizning kompüterga yozgan kodlarimizni IBM kompüteri, IBM'ning kuantum kompüteriga aşağı kirgizib mashq sinaymiz degan. Bu o'zim aşı mashq qilgan maxsus darsimiz bor degan. Biz mashq qilgan kuantum mashina o'rganish qilgan narsalarimiz vaqtda aş kodlarni olib berib, nimaga olib qachilaymiz degan. Kuantum IBM'ninki kuantum kompüteriga aşağıda mandiramiz degan. Amaliyotda hozir kuantum klassik kompüterlarni mandiradi, ammo odatdagilar mandiradi degan. Bizning hozir ishlayotganimiz vaqtda unda jiq ig'ir sonliq ma'lumotlar yo'q. Odatda 1 million, 2 million aram bor degan. Ularcha vaqtda masalan odatda kompüterlar ep ketadi, ammo vaqt uzoq ketadi degan. 1-2 soat ketsa shu oladi. Masalan, bizningki shirkatning kompüterimiz super kompüter deymiz-da. Ashmu 7-8 soatda bir taraf qilgan nimalar bor degan. Sonliq ma'lumotlar bor degan. Amcha vaqtda hozir kuantum kompüteri hisoblash va kodlash va simulyatsiya qilish, ya'ni ulgu yaratish vaqtda klassik kompüterlarga qaragan vaqtda haqiqatan ortiqlik bor. Ammo o'sha vaqtda uning texnik hozirgi universal ishlatish, umumiyatni ishlatish vaqtda unda oson qo'liq kelmasligi mumkin degan. Balkim qo'liq kelsa shu bulut shaklda ishlatadi degan. Hozirgi davlatlar o'zining kuantum kompüterini qurishdan hozirgi dunyoda 15 16 17 davlatda qo'ymaymi? Kuantum kompüter bor degan. Qolganlarning texi yo'q degan-da. 200 necha davlatning ichida. Turkiya ham tex oldingi yil 11-oyda andan yasab chiqardi degan. 12-chi kuantum kompüterning alaylik yana bir nima uchun vaqtda bu aloqa yangi doridan tadqiq qilishga ishlatiladi. Masalan, rak kasalliklari deyli. Bundan vaqtda molekula holatda ulgu yaratish holatida ko'ra olamiz degan. Molekula o'zgarishini ko'ra olamiz degan. Bu nima deganlik degan vaqtda biz rak kasalliklariga hozir diagnoz qo'ygan vaqtcha ma'lum bir mazgil o'tkab rak kasalliklari ma'lum bir davrga kirib bo'lgandan keyin o'zini oshkorlagandan keyin hozirgi meditsina bilalaydi degan gapini. Bo'lmasa undan burunqincha bayqayanmaydi degan gap. Ya'ni odamda ta'sir bo'lmagan bo'lmasa bilan nima qilmaydi degan gap, bilib olmaydi degan gap. Ammo kuantum kompüter taraqqiy vaqtida ulancha vaqtda nihoyat hujayra holatida bayqash ehtimolligi bor degan. Ya'ni bir rak kasalligiga giriftor bo'lgan odam rak kasalligi shu hujayralarningki tartibsiz ko'payib ketish, normalsiz ko'payib ketish masalasi kelib chiqilganda. Ashlancha vaqtda qaysi hujayraninki normalsizlik bo'layotganligini vaqtda hujayra holatida bayqaladi va shu holatda uning zarb beradi degan, yo'qotadi degan.
Bu joyda kasalliklarni oldini ola oladi degan. Yuqori mutlaq jihat ola oladi degan. Endi undan boshqa joyda avariya ma'lumot. Hozir joyda masalan balkim eng ilg'or vaqtda harbiylarning ishlayotgan bo'lishi mumkin. Her 1 kilometr 1 kilometrlarla ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, bu nima deganligi vaqtda 1 kilometr 1 kilometrdagi, ya'ni 1 kvadrat kilometr doiradagi joyda avariyalik o'zgarish joyda oldini ola bilalaysiz degan. Uqtira olaysiz degan. Endi joyda masalan hozir xabarlar avariyadan oldin ma'lumot bergan vaqtda masalan, men uydan chiqsam yo'qda, uydan azroq mansam miyada yig'yapti deymiz-ku, yomg'ir yig'yapti deyin. Bu joyda odatda 1 kilometr odatda emas, bu biroz cho'ngroq degan gap. Shuningdek, uydan chiqqan vaqtimizda yo'q yomg'ir, uydan chiqib birozdan keyin shahar uchun yig'ib ketadi degan gap. Bayat yog'may yo'qda, endi yig'ib ketib boradi deymiz degan gap. Ham joyda ağaçniki 1 metr odatda tushiralamdi qo'ygan gap, endi. Bunu tushirsak, uningki avariyaniki intayin tez suratda, to'g'rilik darajasi yuqori joyda sizga oldin ola xabar berib tura oladi degan. Buni oldin ola o'zingizga mudofaa qilasiz degan gap. Endi oldin ola olasiz degan gap. Buni iqtisod va boshqa jihatlardan bizga qiyinlik bo'lmam bilan avariya munosabatlik xizmatlar, avariya munosabatlik rayonlar bo'lgan vaqtda, ishlar bo'lgan vaqtda nihoyat qimmat degan gap. Hamda klassik kompüterlarda oyun oynash, video ko'rish deganda qilganlardan kvantum kompüterda uni qiynalmaydi degan gap. Shu kvantum kompüterning hozirgi ahvoli joyda hozirgi ahvolda taraqqiy qilish bosqichi bayonida 6 oylik bu vaqt o'xshaydi degan. Taraqqiy qilyapti-da. 6 oylik bu vaqt nihoyat tez taraqqiy qiladi degan. Birdan 8 oylik bo'lsa, birdan 10 oylik bo'lsa til chiqadi degandek. Bu ham o'ylayman, tushunsak bo'ladi. Burungi kompyuterim yangi chiqqanda 286, 386, 486 deb bunday nimalar bo'lyapti-da. O'sha xitoychalik Arbalio, Sambalio deb ataydiq. Mana Uyg'ur chiqadam shu bir ishlarga ishlatdik. 286, 386, 486 kesib Pentium chiqdi, Pentium 1, Pentium 2 deganda ashunda taraqqiy ma'noda degan gap mushta bo'lgan bu. Ha. Bu aşağıda taraqqiy qildi, yana bir so'z vaqtda ashuningki ishlatish muhitini taraqqiy qildirdi degan. Ya'ni hozirgi ishlatish muhiti joyda insonlarningki qo'l qilib ishlatish ehtimolligi yo'q deyarlik degan. Ha, pulingiz bo'lsa, shirkatingiz bo'lsa ola olasiz degan. Hozir 10 million dollarga deyman bir talik kvantum kompyuter. Setilib ishlasa bo'ldi degan. Xo'sh, so'z deb o'rganib so'rayman. Uning keyinchada bu butun dunyo shirkat hozirgi kvantum kompyuterning hozirgi ahvolida qaragan bo'lsa, hozirgi bayonida 16 o'yindagi davlat qo'ydi mening bilishimcha. Balki bundan jiq bo'lishi mumkin. Ash davlatda texnik endi o'zining kvantum kompyuterini yasab chiqargan. Buning oldin qatori ketib qolganlik qaysi degan vaqtda albatta Amerika, Google, IBM Amerikaning shirkati hamda Microsoftlar degandek. Uning keyinchada uning qo'g'ilish kelayotgan joyda Xitoy bor degan gap. Uning keyinchada Yapon bor degan gap. Bu deganlik cho'qim Amerika bilan oldi deganlik emas, bu. Unda gap yo'q. Amerika oldida ma'lum bir jihatlarda, Xitoy ham oldida ma'lum bir jihatlarda, Yaponiya ham oldida ma'lum bir jihatlarda. Shuningdek, ularning tadqiqot yo'nalishi o'xshamaganligi uchun tadqiqot yo'nalishida boshqalardan masalan Yaponiyaniki kvantum aloqalashda dunyoda oldin qatorda turadi degan gap. Endi buncha vaqtda Xitoy vaqtda undan keyinroq turadi, ammo uni ishlatish nihoyat tez taraqqiyot qiladi degan. Chunki davlat uni nurg'un mablag' qiladi degan gap. Uni kengayishi nihoyat tez ishga boradi degan gap. Kvantum kompyuterninki kvantum kompyuter deymiz, endi kvantum texnikasini vaqtda ishlatish vaqtda bular kvantum texnikasi, kvantum kompyutermi bor endi. Hozir o'zining kvantum kompyuterining ikkisi bor deyman. Mening bilishimcha. Hani o'zining chiplari bor degan, hesab bo'ldi degan. Kvantum chiplarini hesab taraqqiy qildim. 3 tal chip bor deyman, mening bilishimcha. Uning keyinchada kvantum texnikasi vaqtda kvantum kompyuterlar cheklanib qolmaydi degan. Kvantum aloqalash bor degan. Kvantum to'ri bor degan. Kvantum radarlar bor degan. Bular vaqtda Xitoy har jihatdan eng yuqori saviyaga ekib bor degan. Bu jihatlarning vaqtda boshqa davlatlar Amerika va boshqa davlatlar oldiga ketib bor degan. Shuningdek, ammo oldida deb qarayolmaymiz degan. Ma'lum bir sohada oldida insonlar shunday,
Ma'lum bir odamning ortiqligi boshqalardan yuqori bo'lishi mumkin degan. Ammo yana boshqalarning ortiqligi undan yuqori bo'lishi mumkin degan. Mushunda holat taraqqiy qiladi degan. Shu bu yoqda toki 2030-yilgacha taraqqiy qiladi. Kim 5-da taraqqiy qildirib hukmronlik egallay olsa, shu bundan keyin o'z yilining ega hukmron bo'ldi degan. Mushundan boshqa bir yuqori texnik chiqishi degan. Xuddi Amerika hozirgacha hukmronlik fan texnikaning yuqori kompyuterningki fan texnikaning hukmronlik degan. O'xshash endi cho'yoqda buningki sun'iy aql mashina o'rganish taraf qilish degan. Sun'iy aql bilan bog'lanish degan. Hozirgi sun'iy aqllar cho'yoqda bular odatdagi ya'ni klassik mashina o'rganish orqali taraf qildirilgan degan. Agar cho'yoqda bu klassik mashina o'rganishlar yana odatdagi mashina o'rganish degan da'vat qilamiz mashina o'rganishlar bular kvantum mashina o'rganishga o'tayotganda bo'ldi degan. Bu hozirgi mashina o'rganishga qaragan vaqtda speed ve surat jadvalidan necha qat yurdi degan buni. Necha yuz asl degan. Ya'ni menda mubolag'a bo'lib ketmaydi deb qarayman endi. Masalan deylik 1950-yildan tortib hozirgacha mashina o'rganishning taraqqiyoti deb qarasak, agar kvantum kompyuteri kvantum mashina o'rganish davriga kirishcha vaqtda shu 50 yillik vaqtda 5 yil yoki 10 yil besib bo'ldi degan. Aşağıda taraqqi degan. Shu bu meningki nima qildirishimizning jiqqiligini yerim o'sha degan. Shu bizga fursatlarmi bor. Ammo cho'yoqda bak tiz ketib boradi degan. O'ta ketib boradi degan. Shu fursatni tutib olganlar elib ma'lum degan. Sen Hindiston fursatni tutib oladi degan. Hozirgi dunyodagi fursatni tutib olgan davlatlarning birisi Hindiston tutib oladi degan. Boshqa Turkiya ham tutib oladi degan. Turkiyadagi andashib nimada chet elda o'qigan professorlarningki yetakchiligi bilan kvantum tadqiqot markazi qurildi degan. Bo'lmasa ularga qiziqmagan ularmi? Hem joyda hozirgi shifrlashtirish joyda bularni osonli bir taraf qilib etgan bo'ldi degan. Yasab chiq osonli buzib etganimiz bo'ldi. Uning joyda texmi yaxshi, texmi aqlli ixtorliq sun'iy aql. Bizning joyda masalan eng oddiysi Uyg'ur tilininki tadqiqot tarjimada nurg'un kamchiliklar bor. Nurg'un so'zlarni Uyg'ur tildan Uyg'ur tiliga tarjima qilgan vaqtimiz bo'lsa, yaxshi tarjima qilinmaydi degan. Endi biz bir mashina o'rganish qilaman desak, joyda qilsak bo'ladi. Kuchimiz yetsa, hozirgi fan texnikimizning kuchimiz yetsa, qilsak bo'ladi degan. To'xta. Hozir buningga yetishamiz biz. Kuchimiz yetmaydi ekan. Endi qanday qilishimiz kerak? Kuchi yetadigan fan texnik xodimlarni yetishtirishimiz kerak degan. Nimaga? Mashina o'rganishga yetishtiradigan yana? Yo'q, uningga yetishtirmasligimiz kerak degan. Chunki biz o'rganib fan texnika ma'lum bir bosqich yetib bo'lguncha ma kvantum mashina o'rganish chiqadi degan gap vaqtda. Yana keyin qolamiz degan gap vaqtda. Buning uchun qanday qilish kerak degan vaqtda hozir qilayotganlar kvantum mashina o'rganishni davomlashtirib yurish kerak degan gap. Shuning bilan birga jo'da vaqtda kvantum mashina o'rganish va kvantumning boshqa sohalariga jo'da vaqtda taraqqiyotda yuzlanish kerak va shunga odamlarni tarbiyalab chiqishimiz kerak degan gap. Ya'ni ixtisosliklarni tarbiyalashimiz kerak degan gap. Endi bularni tarbiyalash uchun vaqtda vaqt ketadi, iqtisod ketadi, albatta zehn ketadi degan gap. Endi buning o'zi o'rganadigan odammi kerak degan. Endi buni bunda nima qilib tushundigan vaqtda voy bu ajab taskina degan bilan amaliyot bir ishga kirib olsangiz o'sha vaqtda kirib ketaverasiz degan gap bu. Hali qiziqishingiz bo'lsa siz o'rgana olasiz degan gap. Nima o'zim o'rgangan narsalar bular. Men garchi cho'ng sonliqni analiz qilganmisizmi? Keyin mashina o'rganishni davomlashtirdim, buni degan joyda ma'no davomlashtirdim degan. Hozir qilayotgan ishlarim o'sha degan gap, endi. Shu hozir fursat yo'da hammamizga bor. Yana bir joyda bu sohada bir ish qilayotganlar, ma'mush xizmat ishlayotganlar, yoki bo'lmasa kvantum mashina o'rganish qilayotganlar. Hech bo'lmasa AI sun'iy aql yoki big data cho'ng'sonliq o'rnatamiz. Kvantum mush to'rtning qaysi qilayotganlar bo'lsa, hamkorlashib eng tez suratda biz o'zimizningki tadqiqot nimasini qurib chiqishimiz kerak degan gap. Mush vaqtda vaqtda uning kendim biz mayada mavud 21-asrda, ya'ni 2020dan keyingi, bundan keyingi tarixda fan texnikada bizning bir hassimiz bor, bizning bir haqqimiz bor, bizning nasibimiz bor deyalishimiz kerak degan gap. Agar yetishamiz, yetishasak,
Aşında diğer işimiz üçün vaqtda texnikada kuchimizni chiqarishimiz kerak. Aşnaga turibdi deb üstüne urup, senin ma hata, mening ma to'g'ri deyiladigan kuchli insonlarni chiqarishimiz kerak degan. Mushunda bo'lgan vaqtda unikini biz titrab tura olamiz degan gap. Ma burunchi vaqtda bir millatning yo'qolishiga 1000 yil ketgan bo'lsa, keyin 100 yil ketadi degan. Keyin 200 yil, 300 yil ketadi degan gap. Undan keyinchi vaqtda 100 yil ketadi degan gap. Undan keyinchi vaqtda 50 yil ketadi degan gap. Hozir kelgan vaqtda 10 yil ketishi mumkin degan. Masalan, Uyg'urlarniki vatandagi Uyg'urlarning qaysi birisi Uyg'urcha bolalarning Uyg'urcha o'qiyotgan bolalarni angladingmi? Yo'q degan gap. Manba yo'q, manba kesib o'tildi degan gap. Manba kesib o'tilgan buloq aqamdi. Aqmaydi degan gapda. Buning uchun vaqtda ash manba kesib o'tilgan holatda biz qanday qilib eng tez suratda o'zimizni o'ngisha olamiz degan gap. Ya'ni suv bor vaqtida o'zimiz ichib qiynalmay, keyin buloq uzilib ketgandan keyin suv qurib ketgandan keyin o'stangni o'tamiz, o't tasaq ishimga arzimdi. Qurib ulab qolamiz degan gap. Shuning uchun vaqtda buloq uzitildi, ammo biz bor degan gap. Buning uchun vaqtda o'zimizniki kuchini yetishtirishimiz kerak. Fursat ching tutsak tuta oldik, bo'lmasa biz yo'qolmaymiz deb unda demaylik qarindashlar. Yo'qolmasangiz yo'qolmassiz balkim, qul bo'lsiz degan gap. Hozir shunaqa ammo niyati. Qul bo'lib qoldik, yo'qolgandan yaxshimi? Balkim yaxshi deyish mumkin, hamon bir kun bosh ketiramiz deb. 2 yillik jinni bosh ketiramagan millat qanday bosh ketirdi yana? Endi eng oxirgi kvant kompyuter, ya'ni bizning tasavvurimizni yalqib ketgan buning hisoblash kuchi, ya'ni bizningki xiyolimizni biz mana deb qo'ygan bilan amaliyotda buning hisoblaydigan narsalarni va ashningki kuchini haqiqiy ko'rgan vaqtimizda unikini tan qilamiz degan. Men bu yerda qanchalik so'zlasam, qanday nima edi bu bo'ladi, kallamizda o'ylayotgandan amaliyotda biz ko'rsakchi vaqtda hayajon boshqacha bo'ldi-ku. Uningga nimani qila oladiganligini ko'rgan vaqtda hayajon boshqacha bo'ldi degan. Sen F35 ga minib chiqib boqmagan odam F35 shunday bir uchirga ayirlangan deyish mumkin. Uning chiqib sinab boqqan odam F35 haqiqatan yama ayiribdan kenjimi deb ananki biladi degan gap. Buning uchun nima ketadi? Bilim ketadi degan gap, sapa ketadi degan gap. F35 ni haydab boqmagan, o'ginib boqmagan va haydashni bilmaydigan odamni chiqarib olsangiz uning kuchini bilamdi? Bilmaydi degan gap. Buning uchun joyda mush orqali izlangandan joyda ashningki kuchini qanchalik ekanligini bilasiz degan gap. Uning keyin joyda uningga to'xta deb harakat qilamiz degan gap. Endi kelgisi bu yangi texnika joyda ichimizdan egilaydigan olimimiz chiqishi mumkin deb qarayman degan gap. Meningki maqsadim mushunda birisini chiqib qolsa yetarlikmi? Mushunda birisi mening deganlarimni anglab, shu bir ta'sir qilib, ayna bir chiqib qolsa meningki shu vazifam tugadi degan gap. Qancha ko'p chiqishini cheganda. Endi kvant kompyuter joyda vaqtda texnikchi, kvant dunyosi deyiladi, kvant kompyuterlar emas. Kvant dunyosi texnik sirliq degan gap. Sirlar nihoyat ko'p degan gap. Bunday vaqtda bizningki yeshishimizga va taraqqiyot fursatlar nihoyat ko'p degan gap. Shuning uchun joyda vaqtda o'zimizni ching tutib, fursatni ching tutib qila olsak joyda vaqtda hamma bir kun yana bizga fursatlar keldi degan gap. Shuning uchun vaqtda agar men ilhom bera olayin. Kvant kompyuter joyda vaqtda kvant mashina o'rganish boshlandi bizningki. 9-yanın 1-kuni boshlandi. Aslida uzatdik buni vaqtini. Buning joyda vaqtda asosiy so'zlanadigan darslar meya deyilgandek unda oddiy emas. Unda az emas. 4 cho'ng sohaga bo'lingan. Bularni yerda to'g'ri bitim bo'pti bizningki. Men bir ichib qo'ya. Shu agar cho'rayotib shu mustada o'rganmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa vaqtda bizningki mening YouTube kanalim bor. Ashundan inkas etsangiz bo'ldi. Yoki cho'ray vaqtda ayrim to'g'ri nimalarimiz bor bizningki. To'plarimiz bor. Ashlan kirib so'rsangiz, unda meni Facebook nimasiga tizimlash adreslari bor. Ashlan tizimlab deb men uchraysan
Bulu denge, birlikte ögünümüz denge. Elbette bu elaqa ögünüp o adam emnesini asan dedi o ende. Emniyette elaqa ters desek ters, asan desek asan. Yani endi mening maqsadim şöyle vaqtda muşnunda bir grupa insanlar bilan şöyle vaqtda en kichkina 2027 ga bag'ıçı. Özümüzningki bir nimesini qurib chiqib olsam, kuantum tadqiqot yuqori fan texnik tadqiqot markazidan yo'q. Tadqiqot ishxona tadqiqot nimasidan yo'q. Balkim buning ismlarini boshqa qo'yilishi mumkin keyin. Şu ma'noda so'zlangan mazmunlar cho'ri vaqtda balkim hozir ma'no ayrim qo'shsam bo'ldi ekanda. Ma'noni ayrim qo'shay. Ma'no nima? Ma to'g'ri bitimiz barcha bizningki. Mush to'rbat kirib kelgan vaqtda odatda ma to'liq qurilmani. Menda hozir echilmaydi deyman. Ha, echilmaydi ekan. Men kirib kelgan vaqtda o'sha darslar kirsam kelgan vaqtda o'sha o'tilgan darslarning hammasi bor degan. Men bayatni 4 bir nima qo'yganimda men qaranglar ne ishtal bor ekan. Men 3 degan. Ya'ni 9 degan men endi. Endi bundan mıcık degan gap yani. Bu deganlik test deganlik emas-da. Qilaman desek qila olamiz degan gap. Shuncha vaqtda qatnashgan qarindoshlar bo'lsa, o'zininki nimasini desa, men ash adresini yo'llab beraman. To'rbetninki bu yangi qurilib, yangi to'rbetimiz yangi qurilyapti. Uni o'sha vaqtda eng qisqa zamonda tayyorlaymiz. Şu an qayt sherix qo'ydim. Uning keyinchi vaqtda YouTube kanali bor. Buning o'sha vaqtda bir yilni ara 71 odam bo'libdi mening. Balkim 80 bo'lganda men ko'mgina bir ma bir 15 kundan ara debchi men bularga qarab bo'lmadim. Balkim 80 bo'lganda. Shu yuqori fan texnika munosabatlik videolar o'sha vaqtda mushlatib bor. Uning keyinchi vaqtda o'rganimiz degan qarindoshlar bo'lsa, bayatdan mayadagi YouTube kanal. Yani bu dersimizi başlayımız 9 aydan birinci günü. Eğer muştan kirib olsangiz, a'zollarmi oylik $100. Mana desam, a'zon demaylar. Mashina o'rganishni sal mashina o'rganish bir kursni qarab qolgan, darslarni qarab qolgan. Aslında mushunda a'zon darslar bormikin? Bu o'smani tavsiya qilsam men qo'ymay o'rganaman mana. Mush quantum mashina o'rganishni oylik $100 ekan o'rganamsa degan, qani o'rganaman. 6 ay mana, 6 ay tarbiyalaymiz mana. Emniyette 6 ayda öğrenip bulmayız bunu. Rastım yazılma. Öğrenişi için qandarak seviye adam buluş gerek hamda. Yani bizning marketingni başlagan dersimiz 0 seviye. Qanchalik bilimiz bo'lsa shunchalik yaxshi hamda saviyangiz bo'lsa. Eng to'liq minimal, eng to'liq chektikda masalan qo'lga turib bitgan alternativ mal araydigan mening qilib qolsa. Azan əlaqə ömçünün özünün iğirli qarab to'tiqqanga o'xshash, sal o'ziniki madaniyat saviyasini chaqlaroq kirmasa, o'qda qizib bir oy bo'lmay qiqqa chiqib qoldigan shu qilib emasmanda. To'g'ri. Shuningga u degan vaqtda, masalan, sizdan deganimiz qaragan vaqtda biz kunab qolgancha, bugun nim berib qo'y, ayvalaga nim berib, yam berib qo'yiblar, ayt qo'rqin tutib qolgan kunab qolgancha biz. Bu unda iş emas. Bir narsani o'rganib, ma'lum bir saviyaga yetkazgan vaqtda bir gap bor bizniki. Baş ko'tarish uchun bir mazgil bosh cho'kirishingiz kerak degan gap. Shuningdek, buni o'chada kvant mashina o'rganish uchun vaqtda eng oz vaqtda meniki 6 ay, 5 ay o'rganishingiz kerak degan gap. Uning keyindan cho'da vaqtda, uning keyindan siz bir ishni qila olasiz degan gap. Siz bir ishni qila olganda tatbiq vaqtda texnik qiziqish degan gapda. Aş vaqt bardashlik berasınız, tirishib o'rganasınız. Buni da marketing darsimizda 0 seviye.
kompüter işiltəlidiganlar bolsa men qağınamiz bir-birlep ilmamiz denge. Qanchaki nimasi bolsa yaxshi endi. Saviyasi bolsa shunchaki yaxshi degan. Endi muvaqqatim so'zlaydigan misol 0 saviya bo'lganlik uchun shunaliqi madaniyat saviyasiga talab hech qanday bir talab qo'ymoq degan. Yosh cheklimisi yo'q, yosh cheklimisi hech qanday bir cheklim yo'q. Faqat o'g'inaman degan bir cheklim bor, Uyg'ur bo'lsa bo'ldi. Biz Uyg'urcha ba'zi inglizcha qo'shib so'zlaymiz endi. Unda bo'lgandan keyin men shu Uyg'urchani bilmayman-da. Boshqalarni qilib ketmayman degan. Unda bo'lgandan keyin Uyg'urcha bilsangiz ilib ma'nolaysiz degan. Tavsiyachi sizning qanday tavsiyangiz bor deyapti? Tavsiya oliy maktabda o'qimoqchi bo'lgan va to'liq o'tirda o'qiyotgan, to'liq o'tir 1-2 yilliklarda o'qiyotgan. Oliy maktabda o'qimoqchi bo'lgan, ya'ni bir cho'tada oliy maktabda fizik kasbida o'qib, mustaqil taraqqi qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarga tavsiya qilaman degan. Chunki ularda umid bor degan. Endi bu umid bor degan gap, tadqiqot yo'nalish tarafda umid bor degan gap bu. Aloqa boshqalarda umid yo'qmi degan gap bo'lib qoladi, bu undan gap emas. Ammo vaqtda bizningki bu darslarni o'rgangandan keyin vaqtda sizningki odatda 4 soatda ish topa olasiz degan gap. Masalan, Python programma. Ya'ni Python programma tilida vaqtda yumshoq detal echish va boshqa ishlar vaqtda ashna yuzinalisiz degan gap. Bundan keyin vaqtda data analiz qila olasiz degan gap. Bunda biz cho'ng sonli ma'lumotlarni so'zlaymiz misollar bilan. Chunki men yerda pandas, numpy deganlarimiz shu cho'ng sonli ma'lumot analiz qilgan. Bundan keyin vaqtda mashina o'rganish qilgan shirkatlar joyda ishlay olasiz degan. Eng oxirgi joyda kvantum mashina ishlay olasiz degan. Uning o'zingizdan ozroq tirishchanligi bo'lsa, boshqalar 3 soat o'rgansa, siz uning yana bir 3 soat, 4 soat qo'shib 7 soat o'rganadigan bo'lsangiz, data analist bo'la olasiz degan. U yerdan yetib olasiz degan. O'tib ketaylik. Chunki yo'l ko'rsatkilikchi. Mayanga maqsad data analiz bo'lsiz, mayanga maqsad data analiz bo'lsangiz deb. Mayanga maqsad mashina o'rganish bo'lsiz, hamma birlashtirsangiz joyda kvantum mashina o'rganish qila olasiz. Shuningdek, men bo'lgansa mushinani boshqa xizmat qilaman degan nima deb unda ish yo'q. Oxirida ingliz tilida qo'yib qo'ydik. Ingliz tilini haqsiz tarbiya, haqsiz mukofotli dars. Dars qatnashganlarning ahvoliga qarab, tangdan yuqorisi dars so'zlab, ingliz tili so'zlab berang desa, haqsiz so'zlab qilgan dars. Shunga qarindoshlar darsga qatnashaylik. Shu e'lonni berib oldik. Endi ba'zan qo'pol gap qilib qo'yganlarim bo'lishi mumkin. Endi biroz bir narsani bilib olgandan keyin taraqqiyotning nima ketib qolganligini bilgandan keyin o'zingiz shundaroq bo'lib deb qolasiz, so'ngroq ketib qolish mumkin. Ammo chin ketib qolsa menga to'g'ri tushuninglar. Menda desam, bu bola Uyg'urlarni tushuntiradi ekan. Unda taraqqiyot yo'q ekan, yo'qildi ekan deb qaraydi ekan deb qo'ymanglar. Men balkim xeli men degan Uyg'urni suyman degan. So'ng bir narsani qanchalik so'ysangiz, u narsani yo'qotib qo'yishni shunchaki ensiraysiz-ku. Yaxshi ko'rsangiz degan gap. Agar cho'da yaxshi ko'rsangiz-chi, vazifaga qilasiz degan gap. Shu bizningki akademiya sohasida xizmat qilayotgan nurg'un akademiyalar bor. Xizmat qilayotgan akademiya ismini, ulug' ismlarni ilib olganlar. Ular cho'dalar taklifim yuqori fan texnika munosabatlik bir tadqiqot turi echib, oshnandan aqmas odamlarni tarbiyalab jirmay, oshnandan bir 5-6 odam tarbiyalab qo'yinglar. Hech bo'lmasa Uyg'ur tiliniki digital holatda aylanishga ko'p kuch qo'yish degan gap. Eng bo'lmadi yo'qda kompyuter jamiyati, Uyg'ur kompyuter jamiyati. Oshlarni qo'llab qilpasanimi, ularni qilayotgan ishlarimi o'xshash. Untinsiz xizmat qilyapti ular. Uyg'ur tilini saqlab qolish yo'qitib qo'ymaslik uchun. Ularning to'pisi shu to'lab 2 yilda bir qatim, 1 yilda bir qatim yig'in etib, matbuotlarda e'lon qilib, ko'chalarga chiqarib qilganning do'ppini kiyib qo'yib o'tirib, biz Uyg'ur tilini qo'g'daymiz deb shu to'lab qilganlar, qarg'a vaqtda 100%
1000% artıq degan gap onu qilayotgan ish. Şoňa aşlarda saýga qoşulayly. Uýgurlarynky baş götürüş üçin hemmeni synap bakdyk. Ana pen texnikany synap bakalım. Qanday boldy qani? Elaqa indi jyqylsaňmy ölsäň etip öl degендekçi. Şoňa tirişip bakaýly. Qani qanday boldy qani bizim qura alamdyk hakdyk. Bizim qıla alamdyk. Çünki bu qılıbatgan juqur pen texnikany qılıbatgan işleri naýt ýa nimesi bu? Edmir bu saat şöyle wagtda izlenýatgan Uýgurlarmynda köýrep galma maşina ýöneş qılıbatgan, başga derslerini berýatgan degendik. Aşlagy endi çakyryp endi qanday şoar şekil bolsun. Birleşip bir nimiş qıla alaqyn bir mesele şeýle. Biz Uýgurlar üçin nimiş qıla alaýmys? Öz aldymyzga hak ateşekdek işlep beremdik şirketlerge. Hökümetse Türkçe biz Uýgurlarga nimiş qıpar alaýmys biz. Çünki iki iş buluş gerek degen. Birinçisi juqursa puluňyz buluş gerek degen. Köp puluňyz buluş gerek. Aşna wagtda Uýgurlarny baş şirketler işlep atgan, ateşekdek işlep atganlaryny özüňiz gelip ateşekdek işletelesiz degen. Juqur maaş berip. Bu mümkün mü hazırca? Mümkün emas degen. Onun üçin şöyle wagtda, yani işkini bir hal var degen. Bu şöyle wagtda her gaýsy saada diýişkerle özüra güçünü birleşdirip güçlük alet kiliş, güçlük pen texnik alet kiliş, güçüne asyl kılıç gerek degen. Bunu şöyle wagtda kıla alaýmyz degen. Her gaýsy döwletlerde ýetişip atgan, hyzmet kılıp atgan mendek Uýgurlar barmy? Bar degen. Sen torbetde Facebook'larını köýrep garasaňyz, naýat ilgary pikirlik, meňiz ötkür robotlarny edit bagan bollar bar degen. Ular endi meni diýýärsiň, birleşsek güçimiz zuruydy degen. Tek yek alet bolsak şoňda güçümizniki körleşi nim bolmaýdy degen. Täsir bolmaýdy degen. Şu, en ahırda degnim 2025-de juqur pen texnika Uýgurlar jerek kılışqa hemmimiz öz güçimizni goşaýly. Boldy, rahmet. Meňe şäherçi bolsun. Rahmet de kabulcan söhbetime yaxşı bir söhbet boldy. Men şu sizinki kuantum kompüter qilib so'raydi. Siz kuantum kompüter yani bize mutlak temperatur deymiz, yolda -870 Celsius gradus. Şu şey ekende bu kompüter. Doğru. Nima üçin hem de aşağıdakilerde 0.870 Celsius gradus. Yani bu naýat eğizda 0.870'de bunda eğizimiz çıkan bilen biz unda bilesi körep bakmadık. Fakat menen körep bakkanem hem kıvanem 0.80 bilen 0.150 ikisini körep nim baktım da biz tecrübekanda kelgeksizini. Oradan 0.80 saklandıgan 0.150 saklandıgan viruslar bardı. Şu viruslarni yüceğeri yokumlandırıp ne kadar alamızda şu virusni nim kılıp. Şunda alaqqa nimenin ağzına toňat ağzı şundal içip boğuşu degenninki nim oppak tuman çıktı. Kiwaga palimizi qarsak şu vatandalik naýakdygan wagtda kiwaldygan zorunluklar we paleli bar. O paledi bite palelde maşna palede alymyz nimizde. Körep ana bu 0.270'de bolsa o tek menin kögünimden var. Yani bir esse degen gep dämde. Töwenim. Menin kıyas kılgym şunçilik hemde. Şunda bolganda bu nime üçin bu kuantum kompüter bu 0.2 aşynda ýokary ötwen 0.270 gradus işleydi bu. Aşısındaki şu virüs diýdiňiz go? Virüslerini aşında saklaşdığınız sebep nime? Aşağıdaki hareketini kontrol kılıç go. Çünkü hareket boldy degen gep we de buzuluş boldy degen gep. Hareket kalayım hareket bolsa buzul degen gep. Aşında tönade kılışımız gerekki onunki hareketini kontrol kılışımız gerek degen gep. Bu işletken kimse mesela 0.270 Celsius gradus soğuğa wagtda işletken adamlar işletken adam sırtı dışıldı da onu. Hem de her xil kıyaslar kildikende mesela biz virüs alymyz kiçikden bir näse ol bir elip onu suyuldurup denek işletmeler bunu 0.270 degendikken
Yani o anda tüven bo'lgandan keyin yendotasimi texnologiya qanday bo'lganda bir xiyollik kelib qolgan ekanda, shuni so'rab boqdim. Ma'lum shu ko'rinish shu, işte quantum kompyuterninki odatda eng mo'l bo'lgan ko'rinish shu hamda. Meyat ma'lum kichik ko'rinishgan taxi. Mush ko'rinish. Bu joyda masalan bayatni sizdan so'ra viruslarni saqlashimiz sabab harakatini kontrol qilish degan. Harakatni kontrol qilgan vaqtimizda uningki buzilishininki olamiz. Shuning uchun joyda ma'lum joyda quantum kompyuterlari ishlash prinsipi nima? Kvarklar. Ya'ni elektron, proton, neutron va yoki uning kichiklari degan. Yani bular joyda night energiyasi night kichik degan. Biz tasavvurimizdan kichik degan endi. Tasavvur qilolmaydigan narsa shu bu odamda. Atrofida oshningdan yuqori temperatura, yuqori energiyalik narsa bo'lib qolsa bo'lamdi? Bo'lmaydi degan. Yuqori narsa, yuqori temperatura, yuqori energiyalik narsa bo'lib qolsa anaga ta'sir qiladi degan gap bu. Uni ishlashiga yo'l qo'yamda, ishlatmaydi degan gap. Buning uchun joyda atrofini shunda yuqori ta'sir qilgan ziyonliqlarni joyda yo'qotish uchun ashunda to'yin temperaturali olat eklimiz degan. Endi bu bir. Endi ikkinchi joyda biz qaysini ishlatib, qaysini ishlatmaslikdan, qaysini nerda ishlatganligimizni shu elektronlarni kontrol qilish uchun ishlatamiz degan. Ya'ni siz to'nlatdingiz harakat astildi-ku. Buni muayyan bir mazgilga kelgandan keyin siz yo'lni unaqa yuqoriltib, tuvaltib, uni harakatini kontrol qila olasiz degan gap. Shuningdek, nimadagi professorlar biz elektronlarni kontrol qilib oldik deb deyishdi. Endi bu bir o endi shu vaqtda bayatdan atrofidagi mutlaq ta'sir ko'rsatadigan boshqa narsalar bo'lmaslik kerak degan gap. Chunki u narsa bo'ldi degan gap, uning atrofi har qanday bir jismda nimalar atomlar bo'ldi-ku. Elektronlar bo'ldi-ku. Ham joyda ular ko'rinishda neytral bo'lgan bilan ba'zi nimalar joyda o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan gap. Ashunda ta'sir ko'rsatadigan radikal nimalar noise deymiz. Noiselar joyda chiqirib o'tish kerak degan gap. Ashlarni kontrol ostida tutish va ularni joyda mutlaq holatda yo'q qilish uchun joyda eng tuvan temperatura, hozir yetilgan temperatura shu endi. Ashna olib boramiz degan. Chunki bular quantum kompyuter nimalar ishlaydi? Asha kvarklar bilan ishlaydi degan gap endi. Shun ular ta'sir ko'rsatadigan boshqa kvarklarni kontrol qilishimiz kerak, yo'qotishimiz kerak. Biz ishlatmoqchi o'g'inni ishlatamiz, qolganicha uni ta'sirini yo'q qilamiz degan gap. Shuning uchun endi tuvan temperatura ketimi zarur. Rahmat Qavuljon, bugungi suhbatimiz yaxshi obdan bir suhbat bo'ldi. Bugungi suhbatda men bir narsa qistirib qo'ygan gap qoldi. Men Twitterda bir haftadan oldinmi Shimoliy Koreyaniki Twitter akkaunt o'xshaydi. Men ko'zda avval yana xato tushunishim men deb qo'yib, besh bo'lsa haqi kesib o'tiriblar kim to'g'rida har xil gap tuhmat qilgan ishlar chiqib ketib qoldi. Mana ko'ramda. Men kimga maqtandingizmi siz? Kim o? Bu Deng Xiaopingga. Deng Xiaopingni bilamiz-ku endi. Xitoy jallodlarining katibishi. Nima shu Twitter shu Shimoliy Koreyaninki nimasi o'xshaydi, unda hasab uchrab qoldi. Men deydi 1921 yil deydi, 16 yosh vaqtga Deng Xiaoping undanki Parijga surat ekan. Nayt qiziqib qoldim deydi. 1921 yilda Xitoyda deydi qandaq oilaniki odamlar chakarish o'qiy oladi deb. Shu bunda qarasa, odamni bir nima deymiz, ma'noda kuchli bir retorik xitob qilyapti deb binasi. Shunday-ku. Bu kimatqat kurlash nisbati bak yuqorilabdi, va millionni eshib ketibdi. Mana bir hafta oldin ko'rsamda, buni ko'ramda, endi inkaslar o'qib baq deb, endi buni men saqlab qo'yishga maqsad, mushta bir suhbatda bir ko'rsatib baqay deb qilib baqdimda. Mana Deng Xiaopingniki 1921 yil 100 yil burun bu shu Fransiyaga o'qish chiqib ekan. Endi buning oylikka chiqish obinasi bilmaymiz, lekin bu Xitoy oxirgi Xitoyniki taqdirini o'zgartirdi, shunday-ku. Xitoyniki hozir dunyoda kuchli bir din bo'lishiga hech kim o'ylab baxmagan, balki bu o'zimni o'ylagan bo'lsa, o'ylamagan bo'lishi mumkin yoki shunday bir irodadan o'qgan bo'lishi mumkin, uni biz bilmaymiz.
Demakchi o'g'limiz bizmi chet elga chiqqan vaqtimizda ba'zilarimiz hammamizning har xil yoshlarda chiqimiz, lekin nurg'un orzu armonlarimizdan chiqdik chet ellarga. Nurg'unlarimiz o'qishlarimizni, xizmatlarimizni tashlab, nurg'unlarimiz har xil nimalarni tashlab, nurg'un narsadan voz kechib, diasporaga chiqdik, chet elga chiqib, diasporadagi Uyg'ur qatlami shakllantirdik. Ba'zilarimiz diasporada Uyg'ur jamiyatiga to'plar qo'shyapmiz, vatan millatniki taqdiri haqida o'ylayapmiz. Siz mana Uyg'urlarniki fan texnikada Uyg'urni bir savodli qilay, o'zim fan texnik sohasida nurg'un narsani o'rganibman deb mana 8 oy 9 oydan yog'i har bir soat dars tayyorlashga nurg'un material ko'rasiz, nurg'un vaqtingiz ketadi. Bunda chiqib so'zlab turadigan ya hikoya emas, ya vaziyat analizi emas, uniki buni o'qib chiqib so'zlab turadigan hamda bu nimasigina. Demakchi, ana bo'sh Xitoymi hamda mana 100 yillar kelishiga qarab boqinglar. Qarasak shu ko'mishdan turib turdi. Ya'ni bir insonningki qanday buyuk orzu armonlar bilan nima ish qilganini hech kim o'ylab boqmagan, u kelgisi bir cho'ng nima bilan dunyoning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatgan emas, mushum bir hamda nimasi. Demakchi, bizim chet elga chiqqan bo'lgandan keyin nurg'un orzu armonlar bilan chiqdik. Ko'rimiz har xil orzu armonlar kim nima niyatni qilsa, shu niyatga tushliq bir narsa erishadigan gap. Mesela ben bu chatga chiqdik, nurg'un narsani ko'rdik, oxiri bilim orqali taraqqiy qilaylik, o'zimizni kuchlantiraylik, kelgusi vatanimiz mustaqil bo'lib qolsin, shu vatanga bilim kerak ekan deb men texnik narsani ko'proq o'rganishni niyat qildim masalan Gollandiyada. Hozir men nurg'un texnikani o'rgandim qo'limda. Nurg'un deb 10 xil texnika bor mening qo'limda. Vatan mustaqil bo'lib qolsa, chet elga chiqishimizni qo'limizda qilmas, bizim texnik bor, chet elga chiqqanda bizim odamlar o'rgandik degandek o'xshash. Demek ki sizin maqsadingiz şu, yani bu resimni ko'radi, har bir Uyg'ur mana buni ko'rib boqinglar. Shimol Koreyaga chiqarib qo'yapti bu narsani. Keyin ashmushdan kelimizda Kim Jong Un'danki resim bor ekan. Ona uzun xatlarimizni qaraganda bu Xitoyning emas ekan deb bildim hamda nimasinikini. Demakchi, ashmushlar xitob qilib hamda chet elga o'qish chiqqanlarniki chet elning ilg'or fan texnikasi, masalan Xitoyning nima bu shuni Yaponda nima deb qo'ydimi Yaponda? Sunjong Sallama deb o'qidi. Hem chet eldan qaytib keldi, kelgandan keyin o'zining davlatidagi taqdir o'zgartirish uchun bir to'plarni qo'shdi. Masalan, Uyg'urlardanmi nurg'unlagan Uyg'ur ziyolilar chiqdi, chet ellarda o'qidi, vatan kelgandan yog'i o'z millatining taqdiri haqida nima qilgan nurg'unlar va Sabit Damollamlar va Abduqodir Damollamlar va yani nurg'unlagan ismini o'qimaydigan nurg'un ziyolilar ep o'g'lanmaydilar. Ularga Xitoy hukumati fursat bermadi. Shundaqmi? Hem chet elga kirgandan keyin yo'qitib qo'ydi. Go'mindang mezgilda nurg'unlagan bizning chet elda o'qigan Uyg'ur sarxildan hammani yo'q qilib o'tdi. Bu sandan shunday qilyapti. Bir millatning bosh ko'rish uchun millatning sarxildan hammasi 40 ming'otida. Shuning uchun biz chet ellarda o'zimizning qimmatini qadrini tiklashimiz uchun bilim yaxshi bilim olishimiz kerak. Bundan boshqa millat oldida o'zimizning mas'uliyatni majbur ado qilish, millat yetaklab yurishimi bilim kerak. Fakat bu deb qo'ygan kelib qoldi. Buning qistirgan nima o'zib qolib qolsa, sizni anglaylik, bo'lmasa programmani to'xtataylik. Endi mening o'zimning munosabatlik men qilayotgan narsam bu fan texnika ham deydi, yuqori fan texnikaga. Endi bu yoqda bundan keyin texnika kuchaydi. Ajilmaydi. Endi Uyg'urlarda ham shunday degan. Buningga bir joy taqishib qolmaydi bu. Ammo hozirgi Uyg'urlarningki ahvoliga qaraganda mujorat. Vatan qayta to'lqin ko'tarilib ketdi-ku. Buni 2016-2017 yillar biz deyishib bo'lgan gaplar-ku bu. Xitoy 2026 ga bag'ichi buni bir hal qildi. 2026 ga bag'ichi agar hal qilinmay qolsa, uning keyin 2027 ning bag'ichi bir andin eng oxirgi ko'zurni ish qiladi deb. Degan eng oxirgi mujoratga Uyg'urlar unda kuchli emas, yo'qtamg'idek. Mujoratga Uyg'urlarni biz kişilik bir muntazam teşkilat var mı? Bir saylan bo'lsa chiqishni to'g'ritib bordi-ku ular, har qanday bir tashkiloti. Unda bo'lgandan keyin bu mujorat Uyg'urlarni yo'qotish unchalik tasmin emas, unchalik kuch sarf qildigan ish emas degan. Faqat o'zimizning ichidagi, ya'ni Uyg'ur tilini bir chiqarib qo'ydigan tahkamida. Uning vaqt bor degan. Agar Uyg'urlar hozirgacha kontroldan tutilmagan bo'lsa, ya'ni xalqaro Xitoyga zo'r besim hosil qila olgan bo'lsa, uning keyin eng oxir ko'zini ish qiladi degan. Eng oxir ko'zini ish qilmadi degan. Faqat
o'zininki necha yilni haqi, necha 10 yilni haqi. Tekrar qilib kelayotgan bir ko'na ko'zurni o'tirib tashlab qo'ygan. Biz xuddi yangi ko'zurdagi ish qilgan bilan uni ko'na bir ko'zurni o'tirib tashlab qo'ygan. Bu qaysiti? Har 10 yil bo'lgan vaqtda shunda bir ching bo'sh qo'ydi-da. Shuna voy bo'sh edi. Yasson, kompartiya deb shundan ketdi. Undan keyin yana 10 yil bo'lgan vaqtda yana bir qirqaydi. Shundan yana unutuldirdi. Ana shu vaqtda amaliyotda aşnalı çiң tura olgan bo'lsak, o'zimizning kishida ching tura olgan bo'lsak, xalqaro texnikami kuchlik besim hosil qila olgan bo'lsak, 3-chi ko'zurni ish qilmay bo'lmaydi. Eng axir ko'zurni ish qilmay bo'lmaydi. Bu hozir yep qolib qoldi degan gap. Buni hech kim bilmaydi degan gap. Qachon qanday narsa ekanligini. Buni vaqt kelgan vaqtda anikin bir-birlab chiqadi degan gap bu. 3-chi eng axir ko'zuri. Uni ish qilish zaruriyatim his qilmadi degan gap. Xitoy hukumati demak bunday his qilsamchi, uni nima ay buningga kisarib qilgandek bir nima emas-ku deb uruq vijik beradigan deb qo'ydi, kuchli bir siqamiz. Ay buningdan odamni avar qilmani deb bunday qildi-ku. Shuning o'xshash mujohid Uyg'urlarningki kuchini, ay bu Uyg'urlar ishini qilganlar o'zining ichidagi odamlarning besh kuchini deb qo'ysa o'shiydi bularni. Deb bir taraf qilingan. Agar haqiqiy muntazam bo'lgan bo'lsak, juda vaqtda eng bo'lmadigan vaqtda o'zimizning bir sistemamizni qura olgan bo'lsak, keyingi avlodlar ay sistem bo'yicha mang'atdi. Hozircha vaqtda yoshlar, hozir chiqayotgan yoshlar va bundan keyin chiqmoqchi bo'lgan yoshlar yangi tashkilotlarni qurdi. Chunki ko'n tashkilotlarni bermaydi-da ular o'rindiqni. Yangi yosh bolalar qilaman desa o'zining o'ylaganlarini, o'zining nimalarini qila oladi. Qilolmaydi. Ko'nlar o'zi davriga maslashanmaydi, bermaydi. Shuning bilan bir o'zlik holat shakllandi, undan keyin bu yosh cho'nglardan qilib o'zimizning kishini qilaylik deb. Uyg'ur yoshlar hozir o'zini har jihatdan ko'radi degan gap. Mayon qaradi do'qning shapaqchiligi, mayon qaradi yana birining shapaqchiligi, oldi qaradi yana biriniki surundiligi. Shundan amal yo'q turibdi. Ne qarsam shunday ekan, hozir ketib qolganlarning 90% ashunda degan gapda. Umid uzildi degan gap. Mujohid Uyg'urlardan bu ishlar bir ish bo'lmay, ketib qolgan nima ish ketdingda bir so'rab qolgan. Ota-onamni seg'inib ketdim deyamdi. Unda u sabab emas. Mujohid Uyg'urlarningki ahvoldan umidsizlanganlik uchun ketdi degan gap. Umid yo'q degan gap. Hozirgi maydon biz chiqib deb baqsana, mening umidim bor deb. Yolg'on so'zlaydi degan gap, umidim bor degan gap bo'lsa. O'zini qilib quruq havasini so'zlaydi degan gap. Chunki umidim bor deyish uchun uning isbot ko'rsatishingiz kerak degan gap. Manda ehtimollik hozir bor, shu mening umidim bor deyilishingiz kerak. Bo'lmasa quruq shuvardan boshqa bir narsa ketmaydi degan gap. Bu 2026 ga kelgin turdi degan gap. Demak, Uyg'urlar har qatim men mag'lub bo'ldi degan gap. Buni o'zini yana bir qatim yangi boshdan chiqqichi, yosh cho'nglarmi o'ldi degan gap endi. 50-60 kirib bo'ldilar. Ana ularda keyin qaraganda biz boya yoshlar nima qoldi deb shular bir keyin qarsana Falastindan vayron bo'lib ketgan yana qoldi degan gap. Vayron bo'lgan bir mujohid Uyg'urlarni qoldi degan gap. Endi ashuni pushaymon qilib uylamdi yoki bo'lmasa ashuni mag'rurlanib u ham bu yerni sayohat qilib o'ynab yurib videolar tortib o'ylamdi. Uni o'zi qara qildi degan gap. Endi bo'g'iliq biz yoshlar bo'ldi-da endi. Shuning uchun shu vaqtda bizning yoshlar cho'nglar biladi deb yosh qarindoshlar, yosh bolalar hammanglar 25, 18 ni tortib 35, 40 bag'allar. Biz o cho'nglar biladi, cho'nglar qiladi, cho'nglar yo'q bo'lsin dedi. Yo'q bo'lish kerak degan. Ana bunda sen bek eg'ir kelib ketmasin. Chunki ular bildig'ini qilib bo'ldi. Bilmaydiganini qilib bo'ldi. Endi shu yoqda biz ular qarab tursak, bizdan keyingilar bizga haqorat qiladi degan gap. Bu xuddi Namrat dadining balasi bo'lib qolgan sening gunohing emas. Sening gunohing nima? Namrat dadining bay o'g'li bo'lmaslik degan gap. Yo'qmi? Bay dadining bir o'g'il bir o'g'ilning bay dadasi bo'lmaslik sening degan gap bu fursat.
Bizga bu fursat keldi degan gap. Biz bunda muhojir chechilan holatdagi vatvarik chiqib bir muhojir jamiyatni qanday qilib hech bo'lmasa Tibetdanigidek muntazam alimi boshlang'ichni yesdidan tortib yesdi qolsin bo'ldi. Boshlang'ichni tortib to'liq o'ttirib, oliy maktab to'liq o'ttirib bag'ishlaydi bo'ldi. Oliy maktab turib tursin. Aşı mark sistemasi muqimlashgan, davlat sistemasi bo'lgan. No'chan o'skilar bir partiya quray o'zining oldiga. Uning keyin davlatning nimasi kirar, hukumatning sibikira, uning keyin saylama orqali sen uftalsam, 5 yil sen vazif o'ta. Degan vazifani o'rindanmasan-chi? Qolganinkilar sen vazif nimada ufta? Xuddi demokratik davlat yashayotgan 90% Uyg'ur, 99% o'z millatiga vaqtda demokratiyani ish qilmadi degan gap. Demokratni hukmada degan gap. Xuddi Xitoy qo'sha harakat qildi degan gap. Demokratiyaning nima ekanligini bilmaysiz. 5 yil o'tirib qolgan nurg'un degan gap hozir. Demokratiyalar birlashib o'xshaganmiz. Shuni bizningki tashkilotlar qaranglar. Do'q qurildi. Rabiya xonim vazifadan chiqib ketgan vaqtda To'lqinbek chiqqan vaqtida do'q ishga bilindimi? Bilindi. Sürgündüm neçe bilinip ketdimi? Bilindi. Endi Sharq Turkiston birliklar tashkiloti degan bir 30 logoni yig'ib olgan bir tashkilot bor. U bir saylan bo'lib 15 kun to'g'ri degan. Demak, nima degan vaqtda yosh qarindoshlar. Tegidim buzuq narsani o'ngshab bo'lmaydi. Buzuq holat qurilgan, buzuq insonlar tomonidan qurilgan narsani. Buning uchun degan vaqtda ya buzuqni putildi. Uldin tatib o'ngshaymiz. Yakumizchi yangidan bir qurib biz keyingi avlodlarniki bizning cho'nglar mujda buzuq bir narsani qo'yib deyishning oldini olamiz degan. Vaqt kelgan vaqtda bizning qabrimizga qarabmi siyib qo'ymaydi degan gap, bizning keyingilar. Unutib ketadi degan gap. Chunki ular qabrining nima ekanligini unutmaydi. Şunu endi kuchab qilish 2027-2030 qilg'acha kuchab qilish. Shu vaqtcha 5 yil tik turaldik bo'lmasa bizning ishimiz oltiga chiqib qoldi degan gap. Ba'zi vatanparvarlar bo'lib ketishi mumkin. Unda emas, biz degan bek kuchni bitib boramiz deb. U sizningki shu vatanparvarligingizning kuchi. Shunda vatanparvar bo'lganingiz shuliq 30 dan oldingiz yeningiz yig'aldingizmi? Aslında 30'dan vatanparvarni yig'ib har kunlik bir 7-8 soat o'rganish qilib, uni buni qilib tayyorlik qilyapsiz. Facebookda so'zlab qo'yish yetmaydi degan gap. Shuni qarindoshlar, fursat. Ya'ni 5 yil. 5 yildan keyin 40 kirganlar 45 kirdi, 30 kirgan 35 kirganlar 40 kirdi qo'y, buni bilasizlar. Bizning yashimiz bir yerga berib qoladi degan gap. Onun keyin o'yg'imi, xotin g'imi, baliq g'imi chiqib ketgan gap. Shu yoshlar shu kuchingizni yetigan vaqtda qilib oling. Keyin kuchingiz qolmagan vaqtda saqalga kirib o'tirdigan ish chiqadi degan. Agar yuqori fan texnikada hamkorlashib bir planingiz, bir proyektingiz bo'lsa, men bundan bir proyektim borda, bunaqa nima ekan? O'zingizning nima ekan ekanligini, ya'ni fan texnikadagi yetaklash kam. Yakumizchi iqtisod jihatdan kam. Ashni bir talabangiz deyish bo'lsin uchun olsa, men bilan aloqalasin bo'ling. Siz nimaga ehtiyojli? Hem konuşacaksınız ya siz. Ayrılık qilmoqchisiz Uyg'ur uchun. Ashni nima to'sqinlik qilyapti? Agar yuqori fan texnik bo'lsa, buni hal qilamiz degan gap. Bizningki bo'sh Uyg'urlar yo'q emas. Ammo chin Uyg'urlarmi nurg'un degan gap. Har qaysi jihatdan chin Uyg'urlar. Faqat yakka holat bo'lgan bilan, xuddi qumushmi yakka holat bo'lsa, bir shamolda yo'qolib ketadi. Yo'qchi. Ko'rinmadi degan gap. Ammo ashuna bir proyektni ekkansiz, yoki bo'lmasa, hech bo'lmasa men mushunda bir ishni qila olsam, men qanday bir xizmat qilsam, qanday bir ish men qilsam, qilaman desangiz, men qilib men tepirman degan gap. Qildigan ish nurg'un degan gap qarindoshlar. Uyg'urning manfaati uchun bir ish qilaman desangiz, qildigan ish nurg'un.
Faqat quruq gapdan boshqa hammasini qilsangiz bo'ldi degan gap. Shu vaqt tezda ketib bor degan gap. Shu bilasizlarmi, ba'zilarga vaqt 24 soat, 12 soat bilan degan gap. Yoki 5 soat bilib qoldi degan gap. Bundagi texnik tuzildi degan gap. Chunki taraqqiyot nihoyat tez bo'lgan. Bugun ko'rganingizni ayt ko'rmaysiz degan gap. Hozir sun'iy aqlning qancha taraqqiyot etganligini yaxshidan aslida qo'g'lish menayotganlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasligi mumkin degan gap. Qo'g'lish menayotganlar yetishamadim. Men yetishamadim degan gap. Muayyan bir bosqichga kelganda to'xtab qoldim menmi? 7-yandan keyin boshlaridan tortib meni xabarim chiqmadi-ku. Yuqori pendagan aloqador. Chunki siz ulgurmaysiz degan gaplar uningga. Birini qilsangiz birisi qilyapti, birini qilsangiz birisi qilyapti degan gap. Unda bo'lgandan keyin ay bo'ldilar. Dedi ayam. Hozir sun'iy aql bizniki bildigan sun'iy aqldan nechasi kuchliroq edi degan gap hozir. Shuni qilishlar aloqa. Endi biz o'zimizningki Uyg'ur sun'iy aqlni nemish qilsak, majburlab qoldi degan vaqtda mana bir yutayman. Boshqalar yasagan sun'iy aqldan sizning tilingizni tunumaydiganini 1 sekund qilib bo'g'inildi degan gap. To'xtab, bir kun qilib to'xtab qo'ya olasiz degan gap. Bu oddiy degan gap. Fizikaga vaqt manfaat taqashqa vaqtda ma'nakin tilini taqibita, men sana mushlar ishlatgan, bo'pti, 100 ming Uyg'ur ishlatsa, 100 ming Uyg'urdan har yil 1 million topsang sen, men 10 million berma taqibita, desa taqibita degan gap. Taqibitmanda. Chunki pul xizmat qilayotgan degan gap. Ular biz Uyg'ur va temperalik ro'y bormi ularda qilayotganlardan? Yo'q degan gap. Shuning uchun shu vaqtda anda yo'qol degan nima bo'ldi? Sizning Uyg'ur tilingiz digitallikdami serilib ketdi degan gap. Bundaki shu digitallarda xabar yozadigan, uchur yozadigan, videolarda va Facebooklarda xabarlashadigan shu Uyg'urcha, xat yozibcha mujohid Uyg'urlar qoladi degan gap. Vatandagi Uyg'urlar yoza olamdi hozir. Uyg'urcha yozolmadingiz-ku, ko'rasizlar. Shu mujohidlarning o'lgan vaqtda bizning qildigan ishimiz bek ko'p. Qildigan yo'limiz bek uzun, ammo vaqt qisqa degan gap. Shuning uchun bu vaqtda kuchimizni yetishga dedim-ku men eng oxirgi ko'zurimizni bir ish qilib yetib o'lgandek-ku. Unda biz qilamiz. Unda bugungi suhbat emishada oxirlashtirayli. Mana payshanba kuni, ya'ni o'g'illikka kech soat 8:30da Abduqodir Damollam qatl qilinganining bu yil 101 yilligi. Aslida buni oldingi hafta payshanba kuni, yana 8-14-kunda shu qatl qilingan kunni xotirlash munosabatlar suhbat qilmoqchidik. Ma'lum sabablardan programmani kechiktirishga majbur bo'ldik. Abduqodir Damollam Uyg'ur yaqin zamon tarixida o'tgan jaddichilik, Uyg'ur sharq jaddidlik harakatining peshvolari, islohotchi, Uyg'ur ma'rifini isloh qilish jarayonida eng kuchli badal to'lagan bir zot. Abduqodir Jaloliddin Abduqodir Damollam vafot etib ketgan 101 yil bo'ldi. Mush munosabatdan biz professor Olimjon Inoyat va professor Varchaqa muallim bilan Abduqodir Damollam qatl qilingan 100 yilligini xotirlash bir suhbat programmasi o'rnashtirmoqchi. Shundaqla 100 yildan burun holatimiz qandaqdi, 100 yildan keyingi holatimiz qandaq deb buni mushtaqillik davrlar bo'yicha bir selishtirish. Ya'ni bu boshqa, ya'ni Uyg'ur yaqin zamon ma'rif nazar deb bo'lim qattiqda ham temoqchiga. Bu suhbat bir qadar keng doirada bo'ldi. Shunga qolgan payshanba kuni qilamiz. Mushning munosabat Abduqodir Damollam munosabat savollar bo'lib qolsa qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Qolgan programma yana izchil yapmamiz. Rahmat Qoljon, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashganingizga Alloh vaqtingizni texnik barakat qilib bersin, bilimingizni ziyoda qilsin. Hani sizden ta'sirlanib nurg'unlagan Uyg'ur ziyolilari, bilim egillari chiqib millat oldida men bildirdim azroq bo'lsin bir to'kay azroq bo'lsin millatimni shu bilimlardan azroq bo'lsin bir xabardor qilay deb o'ylaganlar qilib har zaman ekranimiz ochiq. Siyosat qilgan programmamiz ayrim, bu ilm fan texnik bilimlarimiz ayrim. Kim nim bilsak bugun kunda so'zdaylar, so'zgan ovoz nimalarimizni sun'iy aqlimizga bir nima bo'ladi ekan, foydasi bo'ladi ekan, yozaylar. Sun'iy aqlga manba olib qoladi ekan, bir narsa izlsak chiqar ekan bu narsalar. Ondan boshqa millatim ancha-muncha oqatayli. U orqali o'zimizning tilimiz qo'g'liq qolib qoldi-chu, bu so'zlash orqali ona tilimizni yaxshilandi. So'zlamay,
o'zaro fikr almashtirib o'tirsak, madam ig'izma gallashib qolib qoldi ekan-ku, gap qilib besh topolmay nima qilib qolib qoladigan ahvol yuz berdi ekan. Shuning uchun o'zimizning millat uchun qo'limizdan keladigan har soni odamlar qilib qolsa, millat oldidagi o'zimizning mas'uliyat ado qilish uchun qo'limizdan kelishicha tirishaylik. Bizim bir hamkorlik asosida bir taraqqiyot qiladigan, hamkorlik asosida bir qad ko'taradigan bir qadamni ilishga bir boshlaydi bunga. Masalan, Yo'ldan tashqari men misol ba'zan qattiq gap qilgan bo'lishi mumkin, ba'zan tezlik qilgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunsangiz. Millatga reallikni da'vatsida, ana reallik ashta qilgan gapni kashkicha nima qilsa, reallikni yo'rtib turadigan temalar qancha ko'p bo'lsa yaxshi. Afsusda ba'zi sabablar bilan ba'zi temalarni qilgan shu chiqadigan odamlar bo'lmaganligi uchun chiqadiganlarni qilyapmiz. Balki bundan yana o'ylagan programmamiz va hamma o'zingizda shu qo'llanlar taqib qo'yinglar. YouTube akkauntlarimizga a'zolab qo'yinglar. Ana yaxshi bilan analiz qila oladigan bilim egalari qas tunishtiringlar, aloqali shaylar hammadan tunib ketmayman. Shu orqali ekranga chiqib millat uchun bir xizmat qiladigan bir fursatni o'rtaq yarataylik. Rahmat, biz bilan suhbatimiz buncha ko'p qolib qolsin. Kelar qatimliq program ko'rishamiz. Allohga omonat. Bo'ldi. Xo'sh, Allohga salomat bo'linglar.